Hop, hammaga assalomu alaykum. Mana shu videoni ko'radiganlarga. Kat yo'lda o'rnatib mana yoqib ketishdi. Bir hafta bo'ldi kat yo'lda ulaganimizga. Mana Betaniyadan o'tdi, xudo xolasa. Olib keldigan vovремя olib kelibmiz. Orada yarim soat, 1 soat svetlar o'chirib qo'yapti. Kunduzi, keyin orada kechqurun hech bunday o'chirmasdi. Biz vaqtida olib kelib o'rnatib qo'yibmiz. Tingani yo'q, xudo xolasa mana sirkulyatsion nasoslarimiz ishlab turibdi. Fayz aka bir baho berib yuboring aka o'zingiz. Mana shunaqa moslamalar qilib, bolalarni tortib narsalarni uzib qo'ymaslik uchun rozetkasidan. Mana bezopasniy qilib, tepaga 1,5 metr tepa qilib ilib qo'ydik. Yosh bolalar bor. Endi xudo xolasa bitta televizorimiz bor, 3 ta lampochkamiz bor, shulardan qo'shib ulab qo'yamiz. Besimiz, akkumulyatorimiz 2 lik. Yozuv faqat teskari bo'lib qoldi, akkumulyator teskari o'rnatib qo'ydik. Temirga, golov temirgacha xalat berganlik uchun. Hakikaten joyingiz sog' bo'lsin. Mana biz Namangan viloyati Pop tumani Yakka tugan joydamiz. Akamiz biroz nima qildik? Keyin mana shuni siz o'rnating. 1 yildan telefon qilasiz deyishdilar. Xudosa 1 yilga javob berishdi mana. Akamiz qo'li dard ko'rmasin. Bor akkumulyator UPS'lar bor-u, haliga nima deydi? Ishonmay olasizda. Zo'yarning akkumulyatori u dahshat og'ir. Akkumulyator to'la zaryad. Titanga to'la deydi. Chaqmoq. Shu dahshat. Ishlashi zo'r. Menga olib kelib o'zim xursand bo'ldim, mana shu narsani o'rnatib. Ko'ngil xotirjam, bezopasniy qilib o'rnatib qo'ydik. Mana Fayoz invertorga chiqaverasizlar. Mana shunaqa akkumulyator UPS'lar kerak bo'lsa. Boshda o'ylanib olgandik, o'zimiz shu to'g'ri aldamasmikin degan fikrlarga borib, yo'q, yaxshi hammasi. Ishonib olsalaring bo'laveradi o'zlariga. Ishlaringga rivoj bersin. Qat'iyatga uylab ishlayotibdi hozir. Mana hozir endi ko'mir tashlab qo'ydim. Ochmay ham qo'yishga. Tagidan yonadi bizniki. Tagidan kuda yonyapti. Voy. Zo'r. Sirkulyatsion nasossiz ishlayotibdi. Ventilyatorni ulab qo'yganmiz, ventilator qo'shib ishlayotibdi. Otagon rahmat.